Ijtimoiy tarmoqda kuzatgan hamyurtlar 2025-yil 22-may sanasida Big Ben en ertak shoptollarimiz uzilyapti. Do'stlar, ko'rishlaring mumkin. Olganiga baho beriladi. 5 yasharli shoptoli bog'i. Buni ko'ringlar qilganini. En ertak shoptoli bu ham. Ertak bo'lib uzilyapti do'stlar. Haliga erta pishar, kech pishar joylarda 4 kun, 5 kun orada farq qiladi. Buni ko'ringlar olganini. Shoptoldan moq qilaman deydiganlar. Xudo xolasa hozir uzilayotgan jarayonlarni ko'rsatib o'tamiz. Buni ko'ringlar. Eng qizig'i do'stlar, kalibriga ham qo'yib ko'ramiz. Mana 60 ta turibdi mana. Ko'rishlaring mumkin. Mana eng zo'r shoptoli mana bir xilda. Mana eng qizig'i do'stlar, shoptoli pishdimi deb kommentariyga yozyapti. Do'stlar, shoptoli pishgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ich sariq bo'ladi do'stlar. Eng shirin shoptoli bo'ladi. Ko'chatlardan ko'paytirib qo'yganmiz. Xuddi shuna qilib bog'ini qilib beramiz. Yaqinroq olib kelib ko'rsating. Buni ko'ringlar. Uzilayotgan jarayonlarni ko'rsatamiz hozir. Shoptoli 3-4 sxemada qilingan. Mana olgani. Shoptollarimiz o'ta zo'r. Xudo xolasa. Buni ko'ringlar. Shoxda shoptollarni ko'ringlar. Endi sizlarga hozir yaxshida uzilib eksport bo'layotgan jarayonni ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, mana holatlari o'ta zo'r bo'lgan. Ularni ko'rsatib qo'ying. Mana bu paketga jarayonlari. Do'stlar, mana shoptolini holatiga baho beramiz. Mana do'stlar, shoptoli. Eng qizig'i, ko'chatlardan ko'paytirib qo'ygan ertak shoptoli Big Ben hamma biladi. Yaqinroq kelib, ob'yomni ko'rsatib o'ring. Mana ketayotgan holatlari. Mana do'stlar, lola. Mana. Sog' bo'linglar. Menadagi bitta like bosib qo'yamiz, bizga kuzatishlar. Davom etinglar do'stlar.